2025-yilning noyabr oyi O'zbekistonda yana bitta moliyaviy platforma tarqaldi. Uni tarqatayotgan insonlar oddiy blogerlar yoki investorlar emasdi. Uni ishonchli deb aytayotgan insonlar orasida hatto ichki ishlar xodimi ham bor edi. Endi bitta savol. Xo'sh, qonun himoyachilari ularga aldanayotgan ekan, oddiy insonlar qanaqa qilib o'zlarini himoya qilishadi? Bugun siz bilan moliyaviy piramidalar qanaqa qilib ishlashini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, ular nima uchun hech qachon to'xtashmaydi va nima uchun aqlli odamlar ham ularning nayranglariga cho'chishadi? Bugun shu haqida gaplashamiz. Keling endi boshidan boshlaymiz. Moliyaviy piramida nima? Tasavvur qiling. Siz menga 1 million so'm pul berdingiz va men sizga 2 oydan keyin uni 1,5 million so'm qilib qaytaraman dedim. Siz o'ylaysiz, "Vav! 1,5 million 1 oyda 50% foyda. Zo'ru, to'g'rimi?" Lekin bitta savol tug'iladi. Men o'sha pulni sizga qayerdan olib beraman? Men hech qayerga investitsiya qilmayman. Men hech narsa ishlab chiqarmayman ham. Men shunchaki kutaman. Va yana bitta inson keladi. Deylik, buni ismi Akmal. Akmal ham menga 1 million so'm pul beradi. Ana endi menda 2 million so'm pul bor. Men sizni 1,5 million so'm pulingizni 1,5 millionini aynan Akmalni pulidan olib sizga beraman. Tushundingizmi? Men o'zimni pulimdan emas, sizga Akmalni pulidan beraman. Aynan mana shu narsa Ponzi sxemasi, ya'ni bizni tilimiz bilan aytganda piramida deyiladi. Eski qatnashchilarning foydasi yangi ishtirokchilarning puli hisobidan to'lanadi. Ya'ni hech qanday biznes yo'q, hech qanday investitsiya yo'q. Shunchaki pul bitta cho'ntakdan ikkinchisiga o'tadi xolos. Va siz bu tizimning nima uchun qulashi muqarrar ekanligini tushunib yetasiz. Chunki men sizga pulni qaytarib berishligim uchun yana bitta odam kerak. Keyin 2 ta, 4 ta, 8 ta va bu xuddi shunday davom etaveradi. Har bosqichda menga 2 barobar ko'proq odam kerak bo'ladi va bir kun keladiki, yer yuzida yetarlicha odam qolmaydi va o'sha kuni piramida quliydi va oxirgi kelganlar hamma puliga kuyadi. Dunyodagi eng mashhur misol bu MMM, Rossiyadagi Sergey Mavrodiy tomonidan tashkil etilgan. Uning aksiyalari har kuni ko'tarilib boradi va oxir oqibatda 127 barobarga yetadi. 127 barobar va pufak yoriladi. Oqibatda oxirgi kelganlar oldingilarning pulini qoplay olmay qoladi va shu yerida piramida quliydi. Ana endi eng qiziq joyga keldik. Siz o'ylaysizki, bu sxema faqat 90-yillarda faqat Rossiyada bo'lgan deysizmi? Yo'q. Bu aynan O'zbekistonda hozir biz bilan bir vaqtda bu sxemalar yana ishlab turibdi. Va men sizga hozir ularning nomini birma-bir aytaman. 2020-yil Qashqadaryo bitta moliyaviy piramida 9 million dollar pul yig'adi. 9 million dollar, tushunyapsizmi? 2022-yil Jizzaxda yana bitta piramida 700 million so'm atrofida pul yig'adi. Va bularning barchasi hali ushlanmagani yana qancha? Buni hech kim bilmaydi. Ana endi diqqat qiling. Chunki piramidalar har safar yangi niqob kiyadi. Mana oxirgi yillardagi ularning nomlari. Sun Eco quyosh panellariga investitsiya niqobida. Ya'ni siz xuddiki yashil energiyaga pul tikyapsiz. What's Five shunchaki video ko'rganingiz uchun sizga pul to'laymiz deyishdi. Shunchaki video ko'rganingiz uchun sizga pul to'lashligi eshitilishidan juda ham ajoyib-a? Blue Culture tabiatni asrash niqobida. Dari Paluchay sovg'a berib, sovg'a olasiz degan niqobda. Hammasining mohiyati bitta. Ichida hech qanday real mahsulot yo'q. Faqatgina pul aylanmasi. Endi yana ham qiziq joyga keldik. Bular qayerda reklama qilingan? Bilasizmi? Televideniyalarda, gazetalarda. E'tibor bering, mahalla raislari va ta'lim muassasalari rahbarlari orqali. Ya'ni sizni mahallangizni raisi yoki maktabingizni rahbari sizga bu ishonchli, meni o'zim ham bunda qatnashyapman deb aytgan bo'lishi mumkin. Aynan shu yerda biz videoning eng asosiy savoliga qaytamiz. Ko'pchilik o'ylaydi, men aqlli odamman. Men bunaqa narsalarga aldanmayman. Bunga faqat sodda odamlargina chuv tushadi. Aynan mana shu fikr sizni eng xavfli
qurbonga aylantiradi. Chunki piramidalar IQ bilan ishlamaydi. Ular tamomila boshqa narsa bilan ishlaydi, ya'ni ijtimoiy isbot bilan. Ijtimoiy isbot nima? Bu bizning miyamizda saqlanib qolgan qadimiy mexanizm. Ya'ni agar ko'pchilik bitta ishni qilayotgan bo'lsa, miyamiz o'ylaydiki, demak bu to'g'ri, demak bu xavfsiz, buni qilsa bo'ladi. Ya'ni agar ko'pchilik bitta ko'chadan yurmayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan siz ham yurmaysiz, chunki u yerda xavf bo'lishi mumkin. Lekin piramidalar aynan shu mexanizmni o'g'irlaydi. Piramida tashkilotchilari sizga nima ko'rsatadi bilasizmi? Oddiy odamlarning muvaffaqiyat tarixini. Ya'ni bu o'zi oddiy o'qituvchi edi, endi bo'lsa mashina sotib oldi. Bu oddiy uy bekasi edi, endi bo'lsa sayohat qilyapti. Ha, u rostdan ham sayohat qilayotgan bo'lishligi mumkin, lekin nimani evaziga? Siz va sizga o'xshagan qurbonlarning evaziga. Ya'ni siz va sizga o'xshagan odamlar uni orqasidan pul tikdi va u o'shani evaziga sayohat qilyapti yoki mashina olyapti. Mana shuning uchun davlat xodimlari ham, professorlar ham va hattoki iqtisodchilar ham aldanadi. Chunki ularning aqli emas, ishonchi ishlatiladi. Tanish odam bizga nimadir tavsiya qildimi? Tamom, biz uni tekshirishni to'xtatamiz. Firibgarlar buni bizdan-da yaxshi bilishadi va shuning uchun eng avval ular hurmatli va obro'li insonlarni jalb qilishga harakat qilishadi. Xo'sh, endi amaliy qismiga keldik. Qanday qilib piramidani ajratib olamiz? 3 ta oddiy savol bor. Shuni yodlab olishingiz kerak. Birinchi savol: pul qayerdan kelyapti? Agar daromad real mahsulot yoki xizmat sotishdan emas, shunchaki orqangizdan kelayotgan odamlardan keladigan bo'lsa, bu piramida. Ikkinchi savol: sizga kafolatlangan yuqori daromad va'da qilinyaptimi? Ya'ni oyiga 20, 30, 50% gacha? Esingizdan chiqarmang. Dunyoning hech bir joyida halol biznes sizga hech qachon yuqori va kafolatlangan daromadni va'da qilmaydi. Va shu paytgacha va'da qila olmagan ham. Agar kimdir va'da qilyaptimi, demak u yolg'on gapiryapti. Shunchaki solishtirish uchun, bankdagi depozit sizga yiliga 17-20% beradi. Yiliga. Agar kimdir sizga oyiga 30% ni taklif qilayotgan bo'lsa, demak bu piramida. Uchinchisi, siz chiqib ketmoqchi bo'lsangiz nima bo'ladi? Agar sizga pullaringni qaytarib olishliging uchun yangi odam topib kelishing kerak deyilsa, bu piramidaning eng aniq belgisi. Eng aniq. Halol biznesda siz xohlagan paytingiz chiqib, pulingizni olasiz. Piramidada bo'lsa, sizning chiqishingiz yangi qurbonga bog'liq bo'ladi. Demak, xulosa qilamiz. Moliyaviy piramida bu IQ sinovi emas, bu ishonch sinovi. Eng aqlli odam ham uni tanishi va hurmatli insonni taklif qiladigan bo'lsa va atrofidagi hamma qatnashayotgan bo'lsa, aldanib qolishi mumkin. Shuning uchun himoya aqlda emas, o'sha 3 ta savolda. Pul qayerdan kelyapti? Kafolat bormi? Va chiqib keta olasizmi? Bu 3 ta savolni doim bering. O'zingizga ham va sizni biznesga chaqirayotgan o'sha do'stingizga ham. Agar video siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, uni o'sha oson pul topishni o'ylab yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Balki bu video uni katta xatodan saqlab qolar. Agar siz O'zbekistondan Koreya, Turkiya, Rossiya, Xitoy va shunga o'xshash 50 dan ortiq davlatlarga pul yubormoqchi bo'lsangiz, Unired ilovasidan foydalaning. Bu ilova 10 yildan buyon o'z faoliyatini olib boradi va O'zbekiston bozorida yetakchilardan hisoblanadi.